Bolalarga mantiqiy ikkita topishmoq beramiz. Javobini topishsa, yozda har yil toqqa chiqamiz, tog'i bilet tekin bo'ladi. Agar oramizdan hech kim topa olmasa, kommentariyada siz to'g'ri javob yozib keting, bizlar bilan toqqa ketasiz. Topishmoq ikkita oyog'i bor, yura olmaydi. Ikkita qanoti bor, ucha olmaydi. Ikkita ko'zi bor, ko'ra olmaydi. U qaysi hayvon? Ikki spin yasalgan hayvon bo'lsa kerak. Yo'q. Ha? O'z? Kitlar. Ha? Kitlar. Yo'q, kit qanoti yo'q. Anaqami? Kengurumi? Yo'q. Miya uchburcha ekan, azal. Ikkinchisi osonrog'i. Bitta shoxi bor, bitta ko'zi bor, bitta qulog'i bor, yarimta burni bor. U qaysi hayvon? Balig'i bo'lsa kerak. Yo'q, baliqda hammasi ikkita ko'z bo'ladi. Suvni ikkiga bo'lganlarida o'sha yarimta qo'yib qo'ygan-ku. Ko'zi bor uni? Shoxi yo'q. Shoxi yo'q. Anomakmi? Otgalardi. Qaysi? Shoxli. Ha, u ertaga-ku. Hop, Men bilmadim. javob qiyinmi deyman, hamma qiynaladi. Xo'roz. Xoros, yo'q, adashdi. Hamma hali ham o'ylovdi, miya qiziyotibdi. Xullas javob topilmadi. Kommentariyada birinchi topgan odamni toqqa realni olib chiqib ketamiz. Yozinglar javob.